Salom do'stlar, sizlar bilan bugun Gamer Frush. Bugun mana birinchi dasturlash bo'yicha birinchi darsligim bo'ladi. Birinchi videoyim. Bugun sizlarga Adobe Photoshop degan programmani bilsanglar kerak. Mana mana shu tepada chiqdi. Mana shu programmani bilsanglar kerak. Xuddi shu programma tekinga qattan olsa bo'ladi deganlar, qidirib yurganlar uchun bugungi videoyimiz shundan iborat. Biz bugun bu videoda Adobe Photoshop programmasini tekinga qattan olishni ko'rsatib o'tganman. Birinchi navbatda kelinglar gaplashaylik. Adobe Photoshop o'zi nima? Adobe Photoshop bu videolarni Photoshop, ya'ni rasmlarni, turli xil effektlar berish, har xil Photoshopga doir bo'lgan ishlarni bajarishga imkon beradigan programma. Va ana endi uni qayerdan olish kerakligini sizlarga shu videoda o'rgatib o'tganman va tekin holda. Bo'lmasam videoni ko'ringlar. Salom do'stlar, sizlar bilan Gamer Frush. Bu ikkinchi marta salomlashim to'g'ri, mayli, his qilmaydi, salom berish yomoni yo'q. Xullas, boshladik. Xo'p, bugungi videomiz Adobe Photoshop va shunga o'xshash programmalarni, ya'ni bunaqa Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop, xuddi shunaqa programmalarni yo'q, qattan qanaqa qilib deysizlar? Aytirasizlar. Tekinga topib qo'ydim. Hozir sizlarga ham bitada o'rnatish, ham qattan olishni ko'rsatib o'taman. Bo'lmasam boshladik. Birinchi navbatda aytib qo'yay, bu kompyuter uchun. Telegramga kirib olamiz, qidiruvga Gamer pastga chiziqcha Frush deb yozamiz. Agar prostaka qiynalsanglar, yozishga qiynaladigan bo'lsanglar, prostaka mana silka bor kommentariyada yoki описаниеda turadi silka. O'sha silkadan o'tib bemalol skachat qilsanglar bo'ladi. Bu yerda KinoMaster Pro'si bor, Danin Audio Editor bor, keyin bu yerda HiQ MP3 Recorder bor, telefon uchun to'g'ri. Telefon uchun, mana kompyuter uchun Bandicam, har xil Adobe Photoshop Premiere Pro, mana sizlarga hozir Adobe Photoshop o'rgataman. Mana Adobe Photoshop mana mashinasini aytadi. Mana mashinaga ko'chirib olishni bosasizlar, openni bosasizlar, mana o'zi sразу o'tib ketadi. Mana mana shunaqa papka chiqadi. Ustiga 2 marta bosib, skachatni bosasizlar. Nima skachat qilib bo'lganman? Mana skachat qilib bo'lgandan keyin открыть bosasizlar, hozir kutamiz. Bosib открыть bosasizlar, hozir kutamiz, qaranglar, hozir chiqib keladi. Xo'p, mana yozyapti. Please wait. Dimoq kutdingotdi. Xo'p, davay. Tez, brachka, tez. Hop. Mana shunaqa sizlarda ham xuddi shunaqa chiqib keladi. Dale papka, qaysi papkaga o'rnatish belgilasanglar, uстановить bosasizlar. Men bosmayman chunki menda bor. Uстановить bosgandan keyin xuddi shunaqa sizlarda ham готово degan yozuv chiqib keladi. Вот mana, o'tadi mana. SS 2018. Sizlarga bunaqa yozuv kerak, ana SS 2018 shunaqalar yozishi kerak emas bo'lsa, переименовать bosib, mana shu yerda to'xtaylik. Переименовать, mana o'shani bosasizlar. Xullas, shuni o'chirib tashlaverasizlar. Adobe Photoshop o'zi qolsa, bo'l. Продолжить. Adobe Photoshop. Mana Adobe Premiere Pro. Bo'ldi, hammasi chotki. Xo'p, ana endi buni ichiga kiramiz. Mana men boya kirib qo'ygandim, mana. Shu turda. Xo'p. Xuddi shunaqa qilib kirsanglar, mana shunaqa oynalar, shunaqalar bo'lib ochiladi. Bemalol ishlab tursanglar bo'ladi. Bemalol. Yana bu Adobe Photoshop har xil turlari bor. Premiere Pro'si bor. Keyin audiosi bor, Adobe Audio degani bor. Mana bunaqa After Effects bor. Xuddi shunaqa chotkilardan bor. Bu mana birinchi marta dasturlikka bo'lgan birinchi videoyim. Iltimos
xato bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyingi safargi dasturga videoyimda xuddi shu xatoni qilmaslikka harakat qilaman va kattakon rahmat videoni ko'rganingiz uchun. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos, men shunaqa qilib obuna bo'lib qo'yursanglar, sizlarga juda ham ko'p foydali bir-biridan qiziqarli videolar chiqarib turaman. Ayniqsa dasturlikka mos bo'lgan. Shu endi kanalim dasturlikka, o'yinga, har xil turli xil narsalarga mos bo'lib ketaveradi. Sizlar uchun faqat obuna bo'linglar, iltimos. Like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, hammasini birinma-ketin qilamiz. Addushi jigarlar, addushi lekin. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bo'ldi. Bo'lmasam jigarlar rahmat. Hammaga xayr, sizlar bilan gamer furush bo'ldi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, aytganimda o'sha like, obuna. Bo'pti, hammaga xayr. Chumoldinglar, qanaqa qilishni. Agar preview yasash kerak, preview yasash o'rgating deb aytsanglar ham o'rgataman.